Mana shu mashina Saudiya Arabistonida 1,5 ming, 2 ming dollar turadi. Bu mashinani esladingizmi? 1 yillar kontent qo'ygan edim. Xuddi shu mashinani minadigan odamni Makka shahrida bir nechta mehmonxonasi, gipermarketlari, undan tashqari katta savdo rasta do'konlari bor deya 1 yillar aytgan edim. Hozir shu do'stim bilan ko'rishib qoldim va suhbatlashdim. Nimalar o'zgardi shuncha yil ichida? 2-3 yil bo'ldi bo'lgan voqeaga desam, hozir 3 dan 1 qismi foydamni ehson uchun ajratganman va kundan kunga oladigan foydam ko'payib bormoqda dedi. Shunda so'radim, 3 dan 1 qismi taqriban qancha bo'ladi desam, bu Makka shahrining o'zidan kamida 1,5 ta mehmonxona sotib olishlikka yetadi dedi. Bitta mehmonxonani arendaga olish 4,5 million, 4 million dollarni tashkil qiladi. Shunaqa boylar bor, qarang qanaqa mashinalarda yuradi o'zini ko'rsatmasdan. Yurimda hozir mashinalarda yursam bo'ladi desam, bunaqa narsalarni yaxshi ko'rmayman, bunaqa narsadan rohat qilmayman. Eng yaxshi, eng ko'p beradigan, rohat beradigan narsa odamlarga yaxshilik qilish deydi. O'shanda hozir o'zimdan o'zim uyalib ketdim. Nimaga desa, arzimaga topib, falonnaqa mashina minib yurganimga. Shunaqa kimgadir tegib ketgan bo'lsa, uzrli olma.